2026 yil uchun taqdim etilayotgan Chevrolet Corvette va Mercedes-Benz Class avtomobillari zamonaviy texnologiya, kuchli dizayn va yuqori darajadagi qulaylikni birlashtirgan ikki xil falsafani namoyon etadi. Ushbu video Chevrolet uchun tayyorlangan bo'lib, tomoshabinlarga sport avtomobil va premium sedan o'rtasidagi farqlarni tushunishga yordam beradi. Chevrolet Corvette yangi avlodida agressiv tashqi ko'rinish, past profil va aerodinamik chiziqlar bilan ajralib turadi. Old qismi keng panjara va zamonaviy LED farlar bilan boyitilgan. Bu esa avtomobilga kuchli va sport ruhini beradi. Kuzov materiali yengil, ammo mustahkam bo'lib, tezlik va boshqaruvni yaxshilashga xizmat qiladi. Mercedes-Benz Class esa mutlaqo boshqa yo'nalishda ishlab chiqilgan bo'lib, u hashamat, sokinlik va obro' timsoli hisoblanadi. Uning tashqi dizayni silliq chiziqlar, xrom detallari va klassik shakllar bilan bezatilgan. Bu esa avtomobilga o'ziga xos nufuz bagishlaydi. Ichki makonda Chevrolet Corvette haydovchiga yo'naltirilgan sport uslubini taklif qiladi. Rul orqasida raqamli panel, katta sensorli ekran va yuqori sifatli materiallar joylashgan. O'rindiqlar sportcha shaklda bo'lib, tez burilishlarda tanani yaxshi ushlab turadi. Dvigatel quvvati hayajonli tezlanishni ta'minlab, haydovchiga haqiqiy poyga hissiyotini beradi. Mercedes-Benz Class salonida esa mutlaq qulaylik ustuvor hisoblanadi. Keng o'rindiqlar, massaj funksiyasi, ambient yoritish va yuqori darajadagi ovoz tizimi uzoq safarlarni ham maroqli qiladi. Orqa o'rindiqlarda o'tirgan yo'lovchilar uchun ham alohida displeylar va iqlim nazorati mavjud. Texnologiya borasida har ikki model yetakchi hisoblanadi. Corvette zamonaviy haydovchi yordamchi tizimlari, sport rejimlari va aniq boshqaruv algoritmlari bilan jihozlangan. Mercedes Class esa sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv, ovozli buyruqlar va xavfsizlik tizimlari bilan bozorga chiqadi. Xavfsizlik funksiyalari to'qnashuvdan saqlash, avtomatik tormozlash va yo'lni kuzatish.